Bu bizni resepsiyonimiz. Bizni benamo'ki. Uni ko'rib hamma "Ho'j" deydi. Kasallarni registratsiya qilib klinikaga joylashtiramiz. Bu esa bizni kasallar uchun yaratgan qulayliklarimiz. Bugundan boshlab kommentariyalarga javob qaytaramiz. Bu esa mening telefonim. Xo'p, birinchi kommentariyamiz. Svish bo'ldim, 2 kun bo'ldi, bugun chiqdim. Chotki. Hammasi chotki hammasi. Qo'rqadigan narsa emaskan, qo'rqib vaqt o'tkazmanglar. Sher Muhammad aka rahmat. Aka rahmat. Yurakdasiz, addushi. Ikkinchisi. Gemoroyni otiyman. Dushmaningga ravo ko'rmaysan. 20 kun bo'ldi operatsiya bo'ldim, endi qoldi og'riqlar. Gemoroy bu gemoroy. Og'riq qoldiruvchi olib turish kerak, ayniqsa yuqori darajadagi gemoroylarni operatsiya qilgandan keyin. Keyingisi. Bu yorilish yana qaytalashi mumkinmi? Operatsiyadan keyin yorilish, menimcha treshinani anal yormasini nazarda tutyapti-da. Agar ichingiz qotib qolib, noto'g'ri kuchansangiz, albatta qayta paydo bo'lishi mumkin. Shu uchun maslahatim, ichingiz qotib qolganini bildingiz, masalan hojatga o'tirdingiz, ichingiz qotib qolgan, kuchanish hojati yo'q. Ich filtradigan nimadir tabletka iching yoki glitserin svechasidan qo'ying. Keyingisi olov. Aka, sizga ham olov. Olovlar. Xidirov ma'ruf. Manzil qayerda? Manzil Toshkent shahar, Yunusobod tumani 7-kvartalda Zenit zavodini oldida. Eski Zenit zavodi bo'lardi, shuning yonginasida Alfraganus Hospital yozilgan. Yandexda yozilsa chiqadi. Yozilmagan taqdirda bizni Telegramimiz, WhatsAppimiz bor. Bemalol lokatsiya deb yozsangiz, albatta sizga jo'natamiz. Assalomu alaykum. Adres qayerda? Hozirgi gap. Keyingisi. Ko'pincha kechasi uyquda orqa teshikning ichida kuchli og'riq bilan uyg'onib ketaman. Nimadan? Sababi ko'p. Bunaqa holatda ko'pincha neyrodermit bo'lish ehtimolligi mumkin. Sababi uyqu buziluvchanligi natijasida nervlar qo'zg'aladi va shunaqa holat kuzatiladi. Buni davosi uyquni yaxshilash. Uyquni yaxshilovchi dorilar ichib uxlash yoki asta-sekinlik bilan o'tib ketadi. Keyingisi sevish demoqchi shekilli yoki sevishganlar haqida gap ketyaptimi? Sevishda operatsiyadan oldin rentgen qilmaydimi? Rentgen qiladi. Bor shunaqa tekshiruv usuli. Rentgen qilib, ya'ni sevishni tashqi teshigidan yod jo'natish orqali rentgen tushiriladi va u yodning yo'nalishi ko'riladi. Lekin bu hojati yo'q, chunki operatsiya payti yana shu jarayon qaytalanadi. Ya'ni yod jo'natib turib, ichki teshigi ko'riladi va o'ziga yarasha zond orqali ildirib olinadi yoki nimadir yordamida ushlab olinadi va ichki teshigi olinadi shunday qilib. Bitta ishni 2 marta qilishdan ma'ni yo'q. Juda haqoratli so'z ekan, o'qimay qo'ya qolaman. Meni-da bir ayoldan Sher Muhammad aka operatsiya qilgan edi. Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshi. Qo'li jenil zo'r doktor ekan. Rahmat sizga Sher Muhammad. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Sharshamang. Siz ham sharshamang. Yurakdasiz. Ayol kishi shekilli, yo'q. Qayipov Bayram. Xo'p, zo'r muomalaga gap yo'q. Katta rahmat. Katta rahmatmikin yo katta tashi demoqchimisiz? Katta rahmat doktor. Bu kasal xona juda yaxshi ekan. Hamma doktorlari ham sizga ham hamma doktorlar nomidan addushi rahmat. Narxini aytinglar, baraka topkurlar. Necha pullar ketarkin, nimaga narxni yashirishadi? Borganlar, davo topganlar bo'lsa narxini yozinglar. Bizdan so'rang narxini, davo topganlardan emas. Biz yashirmaymiz, davlat siri emas. 6,5 million so'm atrofida opshi xarajati, dorisi, analizi, yotishlari ichida. Holatiga qarab 1 kun, 2 kun yotog'i bor. Menimcha qolgan kommentariyalar keyingi safarga qoldi, chunki qarasak juda ko'payib ketyapti. Lekin albatta yana kommentariyalarni o'qib javob qaytaramiz. Sizlar bilan Sher Muhammad proktolog.